Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan har doimdek bu men Ascraft. Bugun biz xo'sh, bugun biz ko'rganda yana anaqa mod Arrow plus, ya'ni hamma narsadan kiyim sesi bo'ladi, formasiz bo'ladi. Biz bu miramizani hardware'da ochmaymiz. Kechiringlar, hardware'da ochaman. Hardware xavfli qiladi. Yana qiyin bo'lib ketadi. Zaryadkamiz bemalol o'ynashga yetadi. Unda let's go deb bosaveramiz. Men bunaqa privilegiyani o'tkazdim. Mana uni qora narsadan ko'rib turibsizlar. Men privilegiyani o'tkazdim. Oldin o'zim telefonimni o'zini zapisda qo'ydim. Telefon agar o'sha zapisda qilsalar qotadi. Men o'z zapisda qilmaydigan qildimda, yana o'z zapis xira chiqadi. Mana bu zapisda tiniq chiqadi. YouTube'ga qo'yib yuborsam tiniq bo'ladi. Endi kim videolarimni ko'rsa, menimcha birinchi videolarim xira chiqqan. O'zimni aybim, yana internetda ham aybi. Tezgina kirib oldik. Nima bu? Taqali kiyimgacha bor. Ko'chada trillardan ortiq kiyimli zombie kiyim bor ekan. Bizning birinchi aksiyadan kiyimimiz uni taxtali bo'ladi. Chunki taxtadan yaxshiroq bo'ladi. Unda biz tezroq kuchaylik. Xo'sh do'stlar, mana ko'p turibsizlar. Bunday taxta ham oldik. Endi bular yasab olamiz tezroq. Sekin sarada betrokda baribir. Ana zaten kiyimiz. Ana. Zaten ko'rish kerak. Buni qanaqasi yo'qamiz ebe. Bitta mendan osh kiyimli bor. Tademsi ham bor ekan. Qanaqa kiyimlar bor endi bu yerda? Xudo biladi qanaqa kiyim bor dedi. Lekin taxtali nega yasamamayapti savolim. Mana bu biladan kiyimlar tushadi. Nima deyapti? Nima degani bu endi do'stlar? Nima degani bu? Uni ko'p tursa esa bo'lmaydi deyapti. Qanaqasiga bu endi? Do'stlar, qanaqasiga bu endi? Nima deyapman? Nega bunaqa qilyapti? Keyin nima qilamiz unda? Survival qilamiz. Qanday omadsiz mana. To'shimiz qanaqamiz? Ha, chiqdi. O'yinimiz 63 FPS da ishlayapti. Hozirgina 128 FPS da ishlayotdi. Juda kam FPS bo'lib ketdi. Nega unaqa bo'lyapti bilmayman. Onasi jo'stikda xalaq bermayotgan bo'lsa kerak ham, o'zimga qulay qilib oldim-da, uni nasr ekani. Qaysi qilishni o'rganib oldim, tezda qilib oldim. Men hali patch versiyani o'tkazaman telefonga. Patch versiyasiga shader qo'ysa bo'ladi patch versiyaga.
hozir bu nastroylarni shaderdan farqi yo'q. Ortga YouTube'da narsa ko'radi. Nastroyga kiradi. Keyin videoga kiradi. Shu videoga kirgandan keyin chanklarni mayli chankratamiz. Chanku 10 ekan, shuni 5 qo'shib FPS vocha katta ishlaydi do'stlar. Shu pastga tushib nimadir o'zgartirdi do'stlar. O'zim ko'rdim. Bir kod turadi, nima bu endi bu? Buloqatdan qilgan ekan. Shu qanaqa qiladi shuni? Yoki yog'mi bilmayman, bu ham patch versiya bo'lgan bilmayman. Lekin beta versiyada shader yoqish deb aytuvdi. Shundan so'ng yo'q, mana shu videoga kirib shuni bosuvdi, yo'qoldi-da. O'xi. Qanaqadir epic. Mayli tezroq kiramiz. Ya. Nima bo'ldi? Mayli. Arla bo'lur, gulzor ekan o'tli. Adashmasam arli qishloqcha do'stlar, dushi qishloqcha, qanday omadli mana. Bu versiyada qishloqda azob bo'lib ketgan, lekin temirchini uyi bo'lsa yaxshi bo'lardi. Men chunki oddiy survival qilyapman, qishloq o'zimga qolaman. Kravat bo'lardi. Deyman birat turgan ekan, shuni bitta cho'p qo'ray. Birinchi navbatda do'stlar ovqat masalasini hal qilamiz. Nima bo'lyapti endi hozir tushunmay qoldim. Kim tushungan bo'lsa kommentda yoz qoldirsin, negadir o'zimga farq qilyapti. Hozir bizda 16 tadan chiqadi, keyin qolamiz. Okey do'stlar, FPS ko'p tursa 70 FPS larda ishlayapti. Telefon uchun juda ham kuchli FPS o'zimga yoqadi. Ana 35 ta donamiz bor. Okey. Nega mana shu deyapti? Kuchli yapti. Keyin biz hozir o'zimizga paqir yasaymiz. Ular o'cha o'ynamayapman, paqirma kerak bor. Nima kiribdi, chesta solay. Hadi. Kirga, ya'ni PK'smi? O'raman gapirishim do'stlar, negadir kam gapiryapman. Kim videoda eshitgan bo'lsa rosa kam gapiryapman, ko'proq gapirishga harakat qilaman. O'zimni ancha seriozli qilishga harakat qilyapman, seriozli gapirishga. 30 bitta bu Minecraftda bormi yoki 1.21 eng yangi versiya qo'shilganmi? Do'stlar, buni kim bilsa kommentda yozarsin. Bu qo'yisi bugun tug'ilgan kun ekan. Hech menga qo'y juni nega kerak? Ne hani ben baktım YouTube'da söylüyorsunuz.
Azim turib yutayapman. Pastlatay. Do'stlar, mana narsalarni olamiz. Sizlar uchun harakat qilib qo'rquv bilan chutga o'ynayapman. Nastroykalar o'zimga qoldim. O'zim telefonda nastroykalar shunaqa. O'zim telefonda dahshat o'ynayman. Lekin bu telefonda kam qolgan yoshi kayf o'ynash. Bu kim telefon desang, dadam telefoni. Hali men telefonim masofadan tez videolar chiqmayapti. Nega video kam chiqyapti degan sabablar shu. Aka o'zimga bo'lganda soatiga 4 ta video chiqarardim. O'zim telefonni qotmaganida, lekin qotib yotadi telefon. Video olishga o'zi video olmayotgan paytda qotmaydi. Onlarni ham olish kerak ekan. Okey do'stlar, onlarni ham olamiz. Men adashmasam kanalimni tuzatib oldim. Endi boshlangan kanallarda 15 minutdan ortiq video bo'lmas ekan. Lekin kanalimni tuzatib oldim. Endi 15 dan ortiq video olamiz. O'zi kanalda 15 minutdan ortiq videolar bo'lgan. Yana deyapman. Shunaqangi katta qishloqda bitta temirchini videoda rosa omad qildi. Qishloqdan surish kerak menimcha. Ham qishloqda. Lekin qishloqda kuchayman. Nima qilaman? Nega o'zim chopib o'tiribman shuni? Lekin ish yoqmayapti. Adashmasam buni o'zim nastroykadan qilib qo'ydim. Nastroykani o'zgartirayotganda buzib qo'ydim. Mayli, umuman farqi yo'q. Men gigant o'g'ir ko'rib qoldim men. Baqirayapman nima? Yo'q qoldi. Okey. Bitta temir olamiz. Okey do'stlar, hop ana. Mana endi biz temirlar hammasini olib ketamiz. G'ordan qishloq oldik. Katta g'or bor ekan, shu g'orda hamma temirlarni olib ketaman o'zim bilan. Mislimadim. Zombi apokalipsis. Mana shundan boyga ikkita temirga nima yasashi. Zombi apokalipsdan qutulamiz-da. Hammasi oldin pishib kelgungacha joni ham kamayib ketadi. Biz ungacha temir qachasa olamiz. Temir dedim. Yo'q, u yo'qotdim. Demak, kimlar moblardan tushadimi hali? Tushunarli. Hozirdan zombilardan narsa tushyapti. Kimlar yasa bo'lmaydi deb o'yladim. Yo'l burat bor ekan, qaramay qo'yamiz. Demak, shit esa olaman, toshga qilicham yetadi. Boshqardim biz senchi. Ketganlar hammasini yoyamiz. Bizga kerak reportatoriyali. Faqat endi. Bu yerdan o'zim zombilar ko'rdim. Zombi kiyimi qanaqa qo'yishga qizyapman do'stlar. Adashmasa zombi kiyimi ham bor edi, ketishyapti. Xolab olamiz, sonimizga xavflilik qiladi.
hozir bizga yana g'alati zombi teri berishdi. Bu terdan da shosha ko'rma. Yo-mayo. Hozir ishdan yashaymiz. Ishdan chiqish xavfli. Kimda bosh kiyim. Hozir men qiziqib ketyapman bular taqsimlab bo'lishiga. Va chiroq. Zombi ko'rasizlar. Shu zombi endi. Unchalik o'xshata olishmabdi. Mayli bo'lar. Ketdik bo'lmasam. Lekin cho'kka yurdi sochlari. Zombi sochi bor. Mana qoldi. Aslında sana yeni zombi o sklet. Sklet xavfli bo'ladi. Shu ikkita sklet. Judayam xavfli. Vol 12 bo'lardi. Zombini. Ana zombini. Yo'qol. Okay. Nihoyat buni ham o'ldirdik. Nechta jon qoldi? 4,5 jonimiz qoldi. Yaxshi xavfli, lekin bizga farqi yo'q. Nima bu? Shuma yo'q. Shuma xavfli zombini bolasini ko'rib qoldim do'stlar. Shuma xavfli lekin sal qo'sa o'ldirardi. Shumani bu xavfli holat. Voy. Jon ketmadi. Ana. Tepadagi tom pasaga chop tashlaydi shunday. Botga solingan vizitlar tushib ketganda uni epic zitlar lekin u bechara zombi zitlarga qoldi. Bunisini o'ldirsa bunisi keladi. Zombi o'runchakdan o'chirdi paslatay. Chinnicha o'ynaydi. Temirlar yig'ishtirib oladi. Keling, brat, sportli. Let's go. Aşı brat portaç gereğiydi menga. Adashmasam mana yana bitta temir ko'rdim. Da ko'rpa. Voy, buni omadli bu. Neyse demirimiz oldu. 17'si gerek. Brat şuraya geçini yapmadı doğru kalay. Suru öldürüp kaldım. Tez olamaz. Mobilene geldi sekinleşip kalktı. Okey.
Tush. Yani yaxshi. Xo'p, mana endi biz tosh ko'ramiz. O'yin qotmasangchi. Pechga yetadigan tosh ko'rishimiz kerak. Hatto chiqib pechga bo'ldi. Okey, biz meni joni bo'lamiz. Zombi balat istilyapti. Kekas uni qo'ram oldim. Oy, tumanlar elishiydir boshqa qoldi. Uchirgan o'zingni. Yedi tushdi. Aynan görse de yağmurdan so'qlasi bo'ladi. Avval. Adashib yağmur tinish kerak. Avval. İkinci temirimiz уже. Üçten yaşlayana. Hozir bize full zombi kiyim bo'lmoqchi edik. Bunga kir. Hop, full zombi kiyim uchun bizda hamma narsa bor. Oyoq kiyimini sotib olamiz. Zombi odam. Sanchalik zombi degan bilmayapti. Sizlarga qanday kommentar qoldiringlar do'stlar. Qiziq bo'lsa iltimos like va obunani bosib qoldiringlar. Bu o'yin uchun juda ham muhim. Yutib qolishim uchun. Biz endi bitta o'lchak o'ldirsak, menimcha hop biz biladim botdan qo'lib ketgan. Men botga dal tushib ketmoqchiman. Pastda hali olmos bo'lishi mumkin. Chunki o'sha redstone ko'rdim, redstone bor ekan bilsa olmos ham bo'ladi. Nihoyatda yaxshiroq kiyim kiyib olishimiz kerak. Pulim yo'q-da. Xo'p do'stlar, bugungi video bu video shu joyda tugaydi. Bizni ko'pchilar full zombi bo'ldik. Keyingi videoda full o'rinchak bo'lamiz. O'rinchak juda o'rin chiqib olsa kerak. Video